Kuzatuvchilar, bizlarga juda ko'p savollar keldi bachadon miyomasi bo'yicha. Bachadon miyomasi bo'yicha men sizlarga aniqlik kiritishga harakat qilaman. Bachadon miyomasi birinchidan bilishinglar kerak, bu xavfsiz o'sma. Xavfsiz o'sma. Xavfsiz o'sma deganimiz demak bu onkologiya emas. Mana bir xil keladi, miyomasi topilibdi UZIda deb aytilsa, voy bo'ldi, endi bu xavfli o'sma deb o'ylashadi. Endi bitta narsani biz hisobga olishimiz kerak. Miyomani hali aytib ketganimdek 3 ta teoriyasi bor dedik. 3 ta teoriya degani kelib chiqishi. Nimaga bir xil ayollarda bo'ladi, nimaga bir xil ayollarda bo'lmaydi, miyoma uchramaydi. O'shani biz hisobga olishimiz kerak. Demak, qaranglar, birinchi anaqasi teoriyasi bu yallig'lanish dedik. Demak, yallig'lanishi ko'p bo'lgan ayollarda miyomani uchrash ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yallig'lanish ham u spetsifik, non-spetsifik turga bo'linadi. Uni ham turlari bor. O'shaning uchun hamma yallig'lanishda ham miyoma bo'lmaydi. Ikkinchi teoriyamiz dedik, nasldan naslga o'tishi. Demak, ayollar kelganda biz albatta so'rashimiz kerak ulardan. Oyizda, ammasida, xolasida, umuman avlodida bachadon miyomasi uchraganmi deb. O'shaning uchun biz albatta bunga ahamiyat beramiz. Va uchinchi teoriya bu yallig'lanishi asorati desam ham bo'ladi. Bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda giperestrogenemiya bo'ladi. Bu degani, demak, estrogen miqdorini ko'payib ketishi hisoblanadi. Endi yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda hammani ham biz operatsiyaga olmaymiz. O'zini ko'rsatmalari bor, qarshi ko'rsatmalari bor. Demak, shularni biz hammasini hisobga olib qilishimiz kerak. Aytaylik, 35 yoshdan oshgan, 40 larga yo 45 yoshlarga borgan ayolda agar bachadon miyomasi bezovta qilsa, bezovta qilganda nimani tushunamiz? Bezovta qilganda biz tushunamizki, birinchidan hayit siklini cho'zilib, ko'p miqdorda qon ketishi. Aytganimdek, hali 15 kun, 20 kun, bir oylab ham qon ketish ehtimollari bor. Va keyingisi, demak, miyomasi bor ayollarga biz albatta aytamizki, har 6 oyda UZI nazoratida, UZIdan o'tib turish kerak va ginekolog nazoratida turish kerak. Bu biz miyomani o'syaptimi, o'smayotganligini tekshirish uchun ham. Agarda 1 yil davomida 2 haftaga yo 3 hafta va undan yuqoriga o'sadigan bo'lsa, bu miyomani albatta biz ginekologga kelib, albatta nazoratda tekshirib turish kerak bo'ladi va jarrohlikka ko'rsatmani ham birinchi ko'rsatmaga ham to'g'ri keladi. Asosan qon ketgan bilan kelishadi ayollar. Unda ham biz endometriy qavatini ko'ramiz. Endometriy qavati normada 15 mm-gacha shilliq qavati o'sib boradi. Miyomalarda shunaqa bo'ladiki, 20-25 ga, 30 ga ham o'tib ketadi-da, qon kelaveradi. U tushish kerak, ajralib tushish kerak bo'ladi hayit sikli kelganda. Bunaqa ayollarda biz albatta bachadon ichini qirib gistologiyaga tekshiramiz va gistologiya javobiga qarab turib, bu yerda jarrohlik qilish kerak, qilinmasligini belgilab olsa bo'ladi.